Assalomu alaykum barchaga. Shtigir Media kanali yana e'tiboringizda. Agar siz tabiatni yaxshi ko'rsangiz, u uchun qayg'ursangiz, demak bu video siz uchun qiziqarli bo'ladi. Video davomida Asakadagi Adircho'l hududida barpo etilayotgan yangi o'rmon tomon yo'l olamiz. Ketdi. Qani bismillah deb yo'lga otlanamiz. Ushbu ezgu loyihaning asoschisi Otabek aka bilan uchrashib, bu o'rmon barpo etilishining ilk bosqichlariga guvoh bo'lamiz. Shuningdek, yo'l-yo'lakay Asaka shahrimiz bilan qisqacha tanishib, betakror manzaralarni siz bilan baham ko'ramiz. Eng muhimi, bu video orqali ona tabiatimizni asrash, uni kelajak avlodga sof holda yetkazish yo'lida motivatsiya uyg'otishga maqsad qilganmiz.